Hoji aka, assalomu alaykum. Tuzingmisiz? Hoji aka, qarang. Kuzda aytdim sizga, qishda aytdim. Bugun yomg'ir yog'yapti, hoji aka. Qarang, yurtimizda yomg'ir bu degani nima bilasizmi? Yomg'ir даже bahorga kirib kelyapti, hoji aka. Bahorda qildiraman deb turibsiz, bahorda qildiraman degan so'zda turyapman, hoji aka. Kuzda aytdim, qishda aytdim. Ha, aka, bahorga kirganingizdan keyin ideal vaqtga, hoji aka. Yorvorishin qilib uyingiz fasatini gipkamiga bosib yuboring. Bunaqa so'kinlarimiz bor, hoji aka, qarang. Mana so'kinlarimiz bor, bunaqa eksperiment qilib, ne qilib tekshirib ko'rganmiz, hoji aka. Mana buni bitta qilib tepib tashlasangiz ham mana hech balo bo'lmaydi, hoji aka. Mana bu yerda eksperiment qilib ko'rganmiz, birorta bir nimasi yo'q, aybi yo'q. So'kilgan mana aka, yorvorishin turadi aka. Bu assortilarimiz endi bundan keyin yana 2-3 xil materiallar chiqardi, hoji aka. Ana o'sha yomg'ir yog'yapti bog'da. Endi bahor kelyapti aytmoqchi, hoji aka. Endi bahorda bosib yuborish kerak, o'g'ilni uylash kerak, qizlar chiqarish kerak. Uyingiz fasatiga kelganda bunaqa g'ishli bo'lib yokida suvoqqa suvatib qo'yganingizdan keyin aka nima qildirishni bilmay turibsizmi aka? Gipki kaminni bosib yuboring aka. Gipki kamin, ba'zilar travertin, boshqa narsa bosib yuboring aka. Aka, travertin bilan usta bo'lib bir xil bo'lyapti hozir. Gipki kamin yil trendi bo'lyapti aka. Bosib yuraverish yo'li lekin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling hoji aka, yana gaplashamiz. Ad dushi.